Abituriyentlar eshitib oling, 2025-2026 o'quv yilidan boshlab qabul tizimi o'zgaradi va bu safar o'zgarish juda muhim. Agar siz tanlagan yo'nalishda birinchi fan sifatida chet tili ko'rsatilgan bo'lsa, endi test sinovi topshirishingiz shart emas. Ha, adashmadingiz, test yo'q. Endi faqatgina milliy yoki xalqaro sertifikat taqdim etishingiz kerak. Qonunchilikda aniq-tiniq qilib yozib qo'yilgan. Chet tili birinchi fan bo'lgan barcha ta'lim yo'nalishlari uchun abituriyentlar test sinovlaridan ozod etiladi. Ammo faqatgina bittagina sharti bor. Belgilangan darajadagi sertifikatni taqdim etishingiz majburiy. Misol uchun, agar ingliz tili birinchi fan bo'lsa, ingliz tilidan sertifikat olib kelasiz. Agar nemis tili yoki fransuz tili bo'lsa, shu tillardan sertifikatingiz bo'lishi shart. Agar birinchi fan umumiy tarzda chet tili deb ko'rsatilgan bo'lsa, bakalavriat uchun tasdiqlangan xorijiy til sertifikatlaridan birini taqdim etishingiz kerak. Endi test natijalari emas, sizning rasmiy sertifikatingiz qabul uchun hal qiluvchi rol o'ynaydi. Agar sertifikatingiz bo'lmasa, hatto omadingizni ham sinab ko'ra olmaysiz. Hujjat topshirishni orzu ham qilib o'tirmang. Qaysi ta'lim yo'nalishlari uchun bu tartib amal qiladi? Buning uchun maxsus ro'yxat tayyorlangan, ilova shaklida taqdim etilgan. O'z yo'nalishingizni ro'yxatlardan tekshirib chiqing. Kerakli tildan sertifikatni tayyorlang. Eslab qoling, sertifikatsiz hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz qabul qilinmaysiz. Bugun tayyorgarlikni boshlagan abituriyent ertaga g'olib bo'ladi. Vaqtingizni bekorga o'tkazmang. Xorijiy til sertifikatlaringizni qo'lga kiriting. Kelgusi yil birinchi fan sifatida ingliz tiliga topshirmoqchi bo'lganlar, sizlarga hali imkoniyat bor. Bu yil topshirmoqchi bo'lgan, lekin sertifikati yo'qlarga esa sabr tilaymiz.